50 ming obunachi chiqmaguncha har kuni bittadan davlat bayrog'ini qurib boraman. 3-kun. Va nihoyat 2 soatlik mehnatdan so'ng bayroqning o'rtadagi oy qismini qurib bo'ldik. Endi esa yonidagi yulduzchasini quramiz. Va nihoyat bayroqning yulduz qismini qurib bo'ldim deb xursand bo'lgan paytimda ko'rib turganlaringdek juda ham katta xatoga yo'l qo'ydim. Va nihoyat 1 soatlik mehnatdan so'ng bayroqning yulduz qismi ham tayyor. Ko'rib turganlaringdek 6 soatlik mehnatdan so'ng Turkiya bayrog'i tayyor bo'ldi. Bayroq sizlarga qanchalik yoqqanini kommentariyada yozib ketinglar. Bitta like va obuna bo'lish tugmasini bosish eslaringdan chiqmasin. Hammalaringga kattakon rahmat.